Hammaga salom do'stlar. Biz bugun Roblox'da zaharli tort yema challenge-ni olamiz. Qani, ketdik. Xullas hozir ukam bilan shu trend bo'lgan challenge-ni olamiz. Men 6-chini tanladim. Bu qoidalarni bilmaydiganlar ko'proq tort bo'ladi. Xohlagan bitta tortni tanlaysiz va o'sha tortni sherigingiz yemasligi kerak bo'ladi. Men ukam bilan o'ynab ko'rdim o'shani. Saqlangan. Aha, yaxshi. Men qiziqki deb ishqib zaharli tushmasin. Like bosing. Qaysini tanlasam ekan? Va obuna bo'ling. Bu qiziqarli bo'ladi. Sizlar ham Robloxda o'yin nomini qoldirib ketamiz. O'yinda bemalol ham siz ham o'ynashingiz mumkin. Robloxdan keyin druziy tashab qo'ying. Men yutqizib qo'ydim. Va men yutdim. Endi yana qaytadan go. Ha, yana bir ikkinchi raund o'ynaylik endi. Bu qiziqarli o'yin. Va men 14 tanladim. Men nima tanlaganim? Shuni aytinglar-a. Men saqlandim. Men 9 edim. Yutqizding, men yutdim. Chunki senda 1 bo'ldi, menda 1 ochko bo'ldi. Yana bitta o'ynaylik. Kunlikda oldik. Bo'pti, endi boshqa joyda o'tiraylik, zerikib ketdim. Bo'ldi. Ikkinchi raund. Men 2 tanladim. Yo'q, 2 dan yetdi. Kuyib qolding. Bilmadimmi? Qaytadan. Bo'ldi, boshdan qilamiz yana. Round bos. Kim ham bularni olib ko'raylik. 352 yangi tort oldik. Ammo sochaga Robux ekan, Robux'im. Men respawn bo'lding. Ko'rdim-da, qanday bo'ladi ekan. Mana bu spin aylanadimi? Yo'q. Qancha bos kursam ham bo'lmadi lekin. Yana bitta round o'ynaylik. Yangi o'yin chiqqan bo'lsa kerak. Ana druziy tashab qo'ying. Druziy tashab, lazika yetiga birga ham tashab qo'ying. Bemalol ularni o'ynayveramiz sizlar bilan. Yaxshi. Bu kanal yangi, o'shancha rivoji uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin, like bosish esdan chiqmasin. Minecraftda ham Almost Top challenge yaqinda chiqadi ikkinchi qismi. Ha. Tayyor bo'libdinglar. Yana yutqizib qo'ydim. Yes, men yutdim. Zaharlini bekor yedim-da. Kulik sovg'alarni oldingmi? Va yangi tort o'rnatdik. Mayli, video shu joyda yakunlanadi. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Like bosing. Hammaga xayr.